Kim lecheniya qildi desak, qo'sh tirnoq ostidagi tabibdan lecheniya olib yurganlar, ularga ixlos qilib. Men katta operatsiyani ham o'zim qilib beraman inshaalloh. Xo'pmi? O'zim chiroyli qilib, o'zingiz ko'rasiz. Doimiy ravishda regularniy jinsiy aloqa qilishimiz bu prostatit kasalligini oldini oladi. Prostatit kasalligi, prostatit. Haqiqatan prostatitmi o'zi? Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi kunda dolzarb bo'lgan mavzu prostatit hamda prostata bezi adenomasi haqida gaplashamiz. Men urolog-androlog Azimjon Saydullayevich 5 yillik tajribaga ega bo'lgan urologik operatsiyalar hamda farzandsizlik muammolari, tez bo'shanish muammolari bo'yicha hozirgi kunda o'z ish amaliyotimizni olib bormoqdamiz. Prostatit kasalligi o'zi nima? Prostatit kasalligi o'zi qayerdan kelib chiqadi? Uni oldini olishimiz uchun nima qilishimiz zarur? Prostatit kasalligi hozirgi kunda ko'p erkaklarimiz, misol uchun zax joyda ishlashadi yoki safarda yuradigan erkaklarimiz bor. Misol uchun Moskvada, chetlarda ishlab, beton ishlari bilan shug'ullanib yurganda prostatit kasalligi kelib chiqadi. Ya'ni ko'p zax joyda ishlashimiz hamda o'troq hayot bilan shug'ullanish bu prostatit kasalligini keltirib chiqaradi. Ya'ni misol uchun banker xodimlari ham ertalabdan kechgacha 10 soatlab o'tirishadi. Bunda prostatit kasalligi rivojlanib ketadi. Nima sababdan? Prostata qisqarmaganligi hisobiga prostatit kasalligi avj olib ketadi. Noto'g'ri jinsiy aloqa orqali hamda gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik ham bu prostatit kasalligini rivojlanishiga olib keladi. Buni oldini olishimiz uchun birinchi o'rinda nima qilishimiz zarur? Internetlarda ko'p foydalanadi Kegel mashqlari. Kegel mashqlari bu prostatit kasalligini oldini oladi hamda sizdagi regularniy jinsiy aloqani yaxshi bo'lishiga olib keladi. Hamda siz misol uchun o'tiradigan bo'lsangiz, doimiy ravishda bir joyda o'tirsangiz, iminda o'sha prostatit oldini oladigan prostatit bo'lib qolmasligi uchun imini stolda chiqqan hozir imini o'sha regularniy o'sha prostata qisqarishini yaxshi ta'minlab beradigan shulardan foydalanishimiz zarur. Hamda doimiy ravishda regularniy jinsiy aloqa qilishimiz bu prostatit kasalligini oldini oladi. Bir bemorimiz kelganlar prostatit bilan anchadan beri lecheniya olib yurganlar, har xil doktorlarga borganlar, qo'g'lidan ko'r qilishgan, endi eski usullar bo'yicha fiz lecheniyalar olganlar, hech ham og'riqli qolmagan, kuchli antibiotiklargacha berilishgan. Bu yerda akazivitsa biza har doim tuxumda, qo'g'u sohasida og'riq bo'lyapti, deyaptilar. Biza tekshirganimizda moyaklarda bir tomonda kista paydo bo'lib qolibdi. Biza prostatit emas, asli boshqa narsa kelib chiqyapti-da. Kistani operatsiya qilib olib tashladik, lecheniya qilib berdik. Shundan keyin o'sha og'riqlari ham qolib ketdi. Ham siyishlarda ham regularniy yaxshi bo'ldi. Ularda o'sha kechqurunlari ham tez borishlari, 2 marta chiqarganlar. Kunduzlari ham siysalar, siygandan so'ng ko'p tomib qolyapti degan, ya'ni qayta tahorat buzilish holatlari bo'layotgan. Bu bemorimizga biza to'g'ri diagnoz asosida lecheniya qildik, operatsiya amaliyotlarini bajarib berdik. Yaxshi bo'lib ketdilar. Bizdan mamnun bo'lib chiqib ketdilar. Bu kasalliklar bo'yicha mana prostatit kasalligi bo'yicha juda ham ko'p bemorlarimiz keladi. Hozir eng dolzarb hozirgi kunda dejurniy diagnoz desak bo'ladi-da, bu prostatit kasalligi. Prostatit. Haqiqatan prostatitmi o'zi, boshqa kasalligimi? Uni bilishimiz zarur, ildizini-da. Lekin hamma o'z ko'ryapmiz, dejurniy diagnoz prostatit. O'zi prostatit avj olib ketsa, o'tkirmi, o'tkirmasmi, o'tkir prostatitdan ajratib olishimiz kerak. Bularni ham regulyatsiya qilib, обязательно to'g'ri diagnoz qo'yib, lecheniya qilgan ma'qul. Endi prostata bezi adenomasi qaydan paydo bo'lib qoladi o'zi? Hozir ko'p erkaklarimiz kelishyapti, 50 yosh, 60 yosh, 70 yosh ham katta dodalarimizda ham bu holat avj olib ketgan. Nima sababdan? O'zi sababini oladigan bo'lsak, regularniy jinsiy aloqa yo'qligi. Men 60 yosh bo'ldim, 50 yosh bo'ldim, menga shart emas jinsiy aloqa deydi. Oyda bir yoki 3 oyda bir jinsiy aloqa qilamiz. Lekin akazisi erkak kishini har kun regulyatsiya bo'ladi, sperma ishlab chiqarilishi o'lguncha degan erkak kishida. Agar sizda jinsiy aloqa qilishga moyillik bo'lmasa, muammolar bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda u muammoni ko'rib chiqishimiz zarur. Agar bunaqa yoshdagilardagi biz tavsiyamiz adenoma bo'lib qolmasligini oldini olish uchun birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Regularniy jinsiy aloqa qilish kerak. Adenoma, prostata bezi adenomasi bir kunda yoki oyda paydo bo'lib qolmaydi hech qachon. Oylar, yillar davomida jinsiy aloqa qilmaganligi hisobiga bu prostata o'sib, adenoma paydo bo'lib qoladi. Bu xavfli holatlargacha borib qolishi mumkin. Buning uchun oldini olishimiz uchun birinchi o'rinda regularniy jinsiy aloqa qilish. Agar sizda jinsiy aloqaga xohish bo'lmasa, albatta urolog androlog bilan maslahatlashishingiz zarur. Sizda qanaqa jarayon ketyapti?
gormonal o'zgarishlar yoki stress, uyqungizdagi muammolar, ishingiz tartibidagi muammolar shularni ko'rib chiqiladi. Birgalikda gormonlarni, prostatalarni o'zi qilib, hammasiga yechim topib, regular jinsiy aloqaga o'tkaziladi. Xo'p, bu prostata bezi adenomasi bo'lib qolgan insonlarga nima tavsiya berasiz desa, birinchi o'rinda adenoma bo'ldimi? Endi ko'p bemorlar adenoma bormi, yo'qmi bilmaydi. Lecheni olib yuraveradi. Ko'p doktorlarimiz hozir kelishyapti, adenomani ham lecheni qilib yurishibdi. Mana prostatit 3 kategoriya deb qo'yib qo'yishyapti, lecheni qilib yurishibdi. Akazisi unda adenoma bo'lgan, paydo bo'lgan, lecheni qilgan bilan hech qachon qaytmaydi o'z o'rniga. Bu o'sma o'sib bo'lgan. Birdan bir yo'li yoki operatsiya. Birdan bir variant. Hozirgi kunda eng optimal variantimiz tur amaliyotini bajaramiz. Hech qanaqa chok qo'ymasdan, kesmasdan sidik kanaldan kirib operatsiya amaliyotini bajarib beramiz. Buni bilish uchun nima qilishimiz zarur? Birinchi o'rinda обязательно o'zingiz qilishimiz zarur. Agar siz uy sharoitidasiz, uy sharoitida o'zingiz qilib bo'lmaydi, qanaqa qilib men o'zimda belgilarni bilsam bo'ladi. Birinchi o'rinda sidik napori kamayib ketishi. Kam tez siyish yoki sidikni tomchilab qolish. To'liq bo'shanish hissi bo'lmayapti sizda. Mana kirdingiz 5 minutdan keyin, 3 minutdan keyin yana siygan chiqaverasiz. Kun davomida 10 martalab, 15 martalab siygani chiqyapsiz. Sidikda napor yaxshi emas. 50-60 yosh arafasidagi inson. Albatta birinchi o'rinda o'zingiz qilishimiz zarur. Undan so'ng diagnoz qo'yiladi, adenoma bor yo'qligini aniqlaymiz. Ko'pchilik shunda siz qatnayapman, sidik yo'llarimda shamollash, prostatit bo'lib qoldimmi deydi. Bu prostatit bo'lishi ham mumkin, yoshga nisbatan. Buni ko'riladi. Birinchi o'rinda diagnoz qo'yish uchun o'zingiz qilishimiz zarur. O'zingizda misol 20 yosh bolada hech qachon adenoma bo'lib qolmaydi yoki 30 yosh bolada adenoma paydo bo'lib qolmaydi. Nimaga desangiz, ularda regular jinsiy aloqa bor, hali yosh. Biz o'zi qilganimizdan so'ng u ma'lum bo'ladi bizga. O'zi qilganimizdan so'ng biz massasini ko'ramiz, prostatani. Shunda razmeri bor. Razmeri bo'yicha, normativ bo'yicha to'g'ri kelyaptimi yoki ozgina ishgan bo'lsa, demak prostatit. Razmeri bo'yicha kattalashib ketgan bo'lsa yoki o'zida ya'ni bizga ko'rinadi, qo'q o'sib kirganmi, o'sha adenoma paydo bo'lganmi, uni aniqlaymiz va shu asosda diagnoz qo'yib, lecheniya yoki operatsiya yo'lini olib boriladi. Bir bemorimiz keldilar, 72 yoshli otaxon. Anchadan beri shu prostatit kasalligi bilan lecheni olib yuraman deyaptilar. Xo'p, kim lecheni qildi desak, ular o'zi doriga, qanaqadir tabletkalarga yoki ukollarga umuman ixloslari yo'q. Ichkilari ham, ogilari ham kelmaydi. Uydagilarga ham aytmaganlar, bolalariga, farzandlariga hech qanaqa unaqa ma'lumot bermaganlar, prostatit bilan lecheni olib yuribman deganlar. Lecheni qayerdan olganlar desa, telefondan ko'rganlar, qo'sh tirnoq ostidagi tabibdan lecheni olib yurganlar, ularga ixlos qilib. Tabib anchadan beri lecheni qilib yuravergan, ularda hech o'zgarish bo'lmagan. Bir kun o'g'illar kelganlar, "Adajon nima bo'lyapti?" desa, "Qo'g'imda og'riq bor, siyomayapman" deganlar. Ko'rsalar qo'g' shishib qolgan. Tezlik bilan birinchi gurbanisaga borishgan, qabul bo'limiga, o'tda ko'rishgan, qo'g'ida sidik qolib ketgan. Chiqmayapti, uretralni kateter qo'yib qo'yilgan. U qo'sh tirnoq ostidagi tabibga surishtirilsa, o'g'illari chiqqanlar, "Nima qilding meni otamni? Nima lecheni qilding?" desa, u prostatitga emas, sidik tosh kasalligiga lecheni olib yuravergan, lecheni qilib yuravergan. Undan so'ng biz oldimizga keldilar. Hozir lecheni qilyapmiz. Ularga biz poni podromni o'rganib chiqdik. Prostatalarda qanaqa ob'yomlari, qanaqa hammasini ko'rib chiqib, hozir ularda yoshlar katta bo'lganligi hisobiga yuraklarida ham ozgina muammo bor, hamda terapevtik o'pkalarda ozgina shamollash bor. Ularni lecheni qilyapmiz-da. 10-15 kundan keyin tur amaliyotini bajarib, otaxonni oldingi holatdagi siyishlaridagi naporlarni yaxshilab chiqarib yuboramiz. Bu hamma o'ylaydigan qo'rqinchli operatsiya emas, ya'ni kesib, katta kesmalar qilib ochilmaydi. Bu sidik kanaldan kirib, shu tur amaliyotini bajaramiz. Bir kundan so'ng bemorimiz bemalol o'zlari uylariga yurib chiqib ketsalar bo'ladi. Shuning uchun ko'p bemorlarimizga tavsiya beramiz. Hozirgi kunda internetdagi har xil tabiblarga yoki har xil reklamalarga, har xil dorilarga ishonib qolmaslik tavsiya beramiz. Albatta, har bitta kasalligi ildizini bilib, unga diagnoz asosida lecheni qilgan ma'qul.
Ko'rko'rona tabletka yoki qanaqadir giyohlardan foydalanish sizni organizmingizga yoki boshqa a'zolarga ta'sir qilib qolishi mumkin. Bu xavfli holatlarga olib keladi. Albatta, biz Dusel klinikamizda bu amaliyotlarni to'liq ravishda o'z qo'limiz bilan bajarib, sizlarga yordam beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.